Yaxshimisilar? Ko'rayotganinglar bodam o'yini tajdarliqidagi to'xtama, to'xti. Bu filmni yana tövendeki o'rlar alayda qo'lladi. Nice aptitali. Bu yerda hammamiz cho'lpon. Gözsiz nashta. Zodi aşı ziyon qildigan narsalardan boshqa hammasi bor ichida. Manchu sizlarga bir maxfiyatlikni deb beray-a? Sağlam yemeklik, salomatlikning asosi. Sağlam turmushingizning kapolati gözsiz nashtalar. Bak kichikga. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmas men hech kimni sangtan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Har kun ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Mehmon o'tganda. Azroq shifati shu berib kela. Hey. Bu elini oxiri chiqaryaptimi buni bunda? Nima qarim nadi tushunmayman. Buni uchun tepib kirib saqran. Men tapindim zaman qilgan qanaqsan. Uchun deb kirdim deysan qo'y, o'zi keldi bu. İşteki rasmsiz uyum bekava. Qaldiqlar. Shukrat juras. Ujursim yo'q qarsam. Shukrat aytganda bir tuqquni kelibdi-kanmi, birisi kelibdi-ki, shu tashib ketdim-ki, hozir chiqadi. Mana sen bilan gap. Tuyonning ishlari joylari menayotganda. Joy-joyda. Qil abla, shu opam bugun maslahat joyining ishlarini deyishimiz deb ketgan, shu uyga ozroq kamtuk narsalarni evalaydi deb shayxlardi. Bu saqlab qoldi juda meni. Hay. Bende arqanda bir yordamish kerak. Qiynab qolgan ishimiz, gap qilishimiz bizga. Ma'qul. Rahmat. Uyning ijorini pulini. Voy bodiqlar. Oy, bo'ldi yig'im. Aman, apolchu, azroq ishlar va aka tugitib kelsin-jimi? Bilanda. Men bilan o'tirib tur, ha? Bilan o'tir, ha? Bak. Bilan o'tirib tur. Akashda hozir o'rdi, ha? Ali. Uf. Voya. Men ham tuqqunimiz. Bu tuqqunimizning qizi. Bugun azroq ishlar bor ekan, tuqqunga qarab tursani topshirib qo'ygan deb. Men ham azroq ishim bor dedigina men bir bo'ldi. To'xtaman gapimni oxirini. Men bir do'stimga va'da qilib qo'ygan qara. Bugun uyga tushib turadigan kiyimlarimni almashtirib tayyor bo'lib qolgandim degina. Shu sen xafa bo'lmay bugun. Qara, shuda bo'ldilar. Qara, men sen yaxshi ko'rgan yerga narsalarni naqash kerak. Bo'lamda. Undan bo'lsa qara, men sana yordam berib, asakisini yaxshi gap qilib qo'ymay. Qana? Undan bo'lsa qara, men sana qara yig'lamaydi shunda, ammo asakning og'ir rasmsiz uyini amal qilsam, ilish kerak. Bo'ldi men sana 500 ko'p ber. Balam bekirdi. Oyna, yaxshi bo'ldi. Sen qarab qo'ya. Berib kelmaymiz gaplar. Boshqa vaqtida qo'shqich kelmasa Oynam. Nima ish bu? Shu Shuhratning tuqqunning bo'lsa-ku. Doktorxona tekshirib ketibdi, shu beqibdi adash deb qo'yib qo'ydi. Beqib turaydi. Beqib turayli? Turayli emas, turaydi. Meni qaytama bu ishing.
Biz do'st qo'y. Kimsan do'sting-ki? Shuhratninki-qo do'sti bo'lg'iydi. Lekin biga mening bekchi qishim bor de. Rasm chizadigan bir ishlarim bor mening. Atma. Qara. Sizning men dadam og'riq, u bu degan gaplaringni qaysi rost qaysi yo'qini bilmayman. Ishongan bilan men u gaplarga ishonmayman. Ma uyda jim tura olsang-tu. Do'stlarimga bu to'xtiga yomon qarzing bo'lib qolsa, saqchik demaysan. Bu muhim emas, qara. Eng muhimi, bugun mushbalni bir beqib, bir kunlik vazifamizni o'tash. Qada? Eng muhim mushbalni beqish bugun. To'g'ri deymi-ku? Biz do'st bo'lgandan, biz do'st bo'lgandan mushbalni baqaymiz. Men siz do'stim emas, lekin Shukratning sho'si bo'pti. Endi bu qiz bola yaxshi eri. Qiz bola odati bek jafo sanmaydi, buzib kechibchi. Baxma asaraq mening singlim bor. Ey, ancha qilma. Mening ya Arif, qiz buzma. Mana, ne koyma? Aşkım üstüne koysanız biliyordu. Mana üstüne. Bu uyda dosturum bor deyapsiz, qolgan do'stlaringiz yo'qmi? Voy shu 3 qiz ol bilib turgan bo'lgan. Birisi model bilsiz, bek chiroyli. Shuni uni taklif qilib ishlatilgan ya bek chiqdanga. Bugun shu nimda bir jurnalga rasmga tushman dedim, shu ishlar bilan aldirashgan. Anikini oyliq Zibabaga tunaysiz. Ha, u Zibaning shu asosiy qatlamga tushadigan fursat keldi ekan idorasidan. Shuning bilan Ziba o'zi iltimos qilib shu asosiy qatlam gruppasiga tushadigan o'xshaydi. Shu ishlar bilan aldirashgan. Shuni o'zim qoldim. Ha, bo'pti. Men bo'lgandan o'zim qarshi ham ishtiringizni joy-joy qilib berma. Ha, ma'qul. Ammo biroq quratlik deyilmi? Ha, bo'pti. Məsləhət çay qıldığan o'rinni bekitib, zakasını qilib qo'ydim. U yerning xo'jayini mening yaqin do'stim emasmi? Shunga mulozimatning eng yaxshisini, narsa keraklarning eng esilidan qilib beradigan bo'ldi. Hanim bo'lsa. Pek yaxshi bo'pti o'qidim. Endi meningcha maslahatchini sal oddiyroq qilsaqmi bo'larmiki deyman. Endi bu bolalarning ömrida aram bir qitimli keladigan cho'ng to'y ishi emasmi? Uning ustiga qizim Shayxlaninki doktorlikda nada o'qib kelganligi hammamizga ayon. Shunga endi mening bir tal a'tavali qizim. Shunga qizimning to'yini mening dabdabilik qilib, kimning to'yi ekan desa, Shayxla bilan To'xtining to'yi ekan degidek qilmasak, do'st birodarlarning oldida, qo'lim qo'shnilarning oldida, urug' tuqqanlarning oldida bir shaq-shaq so'z-cho'chak bo'lib qolamdiki deyman. U deganlarimni to'g'ri o'qidim. Pul pichakni bir qatimdan ishlatib etsak, bolalarning keyingi turmush uchun sog'rib qolmasin deyman. Uning ustiga hozir hamma yerda to'y-to'kinni oddiy-soddiy, madaniyatlik, shig'inchaqroq o'tkazishni ta'kidlayotdi. Endi biz men unda degan bilanmi? Yana endi bu to'yni aplab-saplab o'tkazib etsak bo'lmas. Mening qizimmi tutsa sepiba, chaqirsa etiba kishilarning bolacha qiz emasmi? Shunga qudam shu to'yni bir ko'ngildagidek. Bek to'g'ri dedilar qudam. Sil degandek bo'lsin. Balla oxirgi hisobda baxtlik, yaxshi o'slam bo'ladi. Hamma gaplarga qo'shilmay qudam. Bo'ldi unda bo'lsa, shunday kelishdik. Qani, ag'ish o'tiraylik. Sizning banangizni bir aqir o'ylantirib oldimmi? Hech qisi yo'q. Kirish ketdingizmi? Qoldi. Endi odatda og'aynilarim bo'lib qolsa, bunda ishlarni qilishib bermaydimi? Mening ishim bo'lgan ekan qilishib bergansiz, shunaqmi?
Яқы, әмді сіз қыз бала болғаннан кейін оның үстіге өзіңіз жалғыз қиылып қалды деп. Қысылдыңыз ма? Рахмет. Отырыңыз. Не болды? Мен өріп тұрайын. Көніп қаттым. Орындық tikan barmikan? Tikan? Мен кәсіпке кездерді риясатшы болғаннан кейін мүш өріп тұрып сөзлер көніп қаттым. Ay işler babayda oturuyor. Aqaç kesbek olursun o. Өріп тұрайын болды. Мен жоқ қарам. Hiç bir iş kılatqanda başqalarının öğretip verişini faqat yaxşı görürəm. Şu oturuverən işdə olmaydı. Onun üstüne hazır da faqat zoz yerib ketdim dinozmu? Әмін, зоңзиып отырайын. Оғалла мұшта отырмыз. Атасы, ғайып бол. Kasaya olsa, sizin iş bəzi qılıqlarınız. Acayip cümle. Nima topqansan bu balni? Şöhret akap tutqizib qo'yapman. Yig'lardi bamga. Qanday qilsaq bo'lar? Ya qo'zqashdi, yo taraf qildim ekan shu. Meningcha juqum siybatdi. Deb baş yig'sin to'xtaydi, men bunday yig'is bo'lmaydi ish bor. Yig'lamanga. Yig'lamanga. Yig'mag'ay. Bula, yig'ma. Bundan musiray assang bizga ko'taramiz, ma bal qanday kuldi? Qana qilmaysan. Chiroying sal ochmamsan bunda. Qanachma? Sal bir kulimsirab anonikin akilatmamsa buni. Yig'ma. Çıkımcıklar ketdi o. Lekin bizga bir ish bor ekanda. Bu sayfasam bal yemeydi. Bal yetiras, ha? Qarab turay. Ha? Sen yemeydi. Ha? Men yemeydi. Ha? Balni kim qaradi da? Bola!
Bu qo'lsaqmi to'ydi. Zakisini almashtirib qo'ydi. Yana yig'laydi g'a. Quloqim ham yeb ketdi meni. Men ömrümde manda balını koymak kim acaba? Quloqimiz ham. Nimde yığla orada malı bu. Abla. Kuldi. Hozir nima dedim? Men ömrümde manda bal koymagan dedim. Bu emas ekan. Uni oldilar. Nimde yığla orada malı bu dedim ko. Bu emas ekan. Uniki. He. Abla dedim. Kuldi. Bile. Abla. Çıgarak beklet. Abla. Karta oynasanız badam karta oyuniga chiqib o'ynang. Badam karta oyuniga za o'yini, dodijo qatorliq o'yinlar qo'shilgan bo'lib, 500 ming o'yindosh sizning birga o'ynashingizni saqlayotidi. Baydodan yoki badam app hozirdan badam o'yini deb izlab tushira olasiz. Rangdor turmush Nice'da. Nice. Hey kasaya ursi. Mening bir gapim bor qarang. Uzundan beri sizga deyishni bak o'ylashib kelayotgandim. Shu hech fursat chiqmagan. Qarasam bugun fursat kelganda qildi, shuni desam bo'larmi? Demsam bo'larmi deb bak o'ylashib kelayotdim. Değerli hazırken hay zaman kızlar mı hazır pek dağıtılıp gitti o. Korkmayın. Değerli. Unos dedim ha. Değerli. Kasaya ursi sizga desam qarang. Mening uch bak riyosetchi o'g'lim borda. Ben riyasetçi. Ha, riyosetchi o'g'lim borda. Men shu qarang bu kasbga bak qiziqaman. Ichimdan bir ishtiyoqim bor bu kasbga. Shonsini men o'kitib qo'yamdiki deb. Ben sizni riyasetçilik pek maskeli deb o'ylagan. Rostmi? Rost uylangangiz bormi? Ha, rost uylangan bor. Buldim ben sizga o'kitib qo'y. O'kitib qo'yamsiz? Ha. Nima yaxshi. Amsi boshlandik. Hozirlar. Ha? Mishada? Ha, mishada. Ben damag'ani olaman. Ha, ma'qul. Qadağınız var Ruslan. Tuz turumuz ya. Anandan keyin bu balla programmasının riyasetçiligini qilgan vaqtda boshqa riyasetçilik o'xshamaydi-da. Cho'qim biz muloyim, anandan keyin yiqimliq, bundaq ballaga o'xshash bo'lishimiz kerak. Umoq bo'lishimiz kerakmi? Amsa siz menga moslashib so'zlang, ha? Ma'qul. Boshladim amsa. Ma'qul. To'xtab turing, ha? Bo'ldimi? Bo'ldi. Shunda yaxshi. Amsa boshladim, ha? Naq maydondagi shundaqla ekran oldidagi barliq kichik umoq do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarningki kelishgan riyosatchi akanlar Shuhrat bo'laman. Naq maydondagi umoq suyimli kichik do'stlar, ekran oldidagi kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarning umoq adamlar Tumaris bo'laman. Endi bugun men shu umoq Tumaris adamlar bilan sizlarga oilada ota-onalarga yordamlashib ish qilgan vaqtda nimalarga diqqat qilish to'g'risida men sizlarga so'zlab beray. Undaqda kichik do'stlar, hammalarning diqqati Shuhrat akamlarda bo'lsin. Endi oilada biz shu gullarningki yo'pirmoqlarini yug'an vaqtimizda cho'qim nihoyatda siliq sipoya bo'lishimiz kerak. Onaniki yo'pirmoqlarning uzilib ketmasligini, onaniki shu shoxlarningki sunib ketmasligiga diqqat qilishimiz kerak. Undan sirt endi uylarda endi shu tikan gullar bo'lib qolsa, tikan gullarni shu bir taraf qilgan vaqtimizda cho'qim uning ustiga o'tirib olmaslikka diqqat qilish kerak. Chunki bu tikan gulningki bu tikini intayin xatarlik bo'lib, bu tikan odamning badaniga kirib ketib qolsa, bu o't dag'ilib bo'lmaydi, yot qilib bo'lmaydi. Bu intayin bir Endi bildim, siz shuni o'tirolmabsiz shundan.
Yo'q, uyim. Yo'q, men mana kichik do'stlar diqqat qilsin deyapman. Ma'qul. Undaq bo'lsa, endi kichik do'stlar ham ularning diqqati Shuhrat akanlarningki o'tirgan vaqtidagi nali faryodi bo'lsin. Menda shu programmada unda gapirsa bo'lmaydi. O'tirib ketma. Yo'q, bo'ldi. O'rtirib kina qilibman men. Voy, beshingizdan o'tgan ishlar do'rim bermamsiz, ishni bo'lmaydi, o'tirib ketma. Voy, kim shunda deydi mening beshimda undan ish o'tdi deb. Voy, o'zingiz ishladim hozir. Beshimda o'tgan ish emas, u men unda O'zingiz ishladim hozir, yolg'on gap qilmag'abi. Rost yolg'on gap qilmadingmi? Yolg'on gap qilyapsiz. Men yolg'on gap qilgan bo'lsam, meni chaqmoq so'qasan. O'tirib ketma. O'tirib ketma. Bo'ldi, ish qilaman. Uyuvrandın lan. Sen birden buraya. Men uramda? Ha. Ha, ma'qul. Hey, ne dedim? Özanı dedim. Ikkita vaqtim az qoldi, birdan chilta bilan. Abi, nima sana undim qo'y bilan. O qara yig'lab ketdi, chaqam. Yig'ilma. Ha. Kerak. Yakı tuzkun musunuz buldu? Ha, yak çıkısı yok. Ha, yak buldu Şükret, dep koyar mısınız buldu? Makul ha? Makul koş. Gitti. Uy. Balık pek tezkeyi. Ismi tezkerimi. Mush ballarni beqib cho'nqa ota-onalar. Nimdiga ulug' insonlar. Rahmatli opam esim kelib qoldi. Shunchalik kuyinib, menim shunchalik atolab beqib cho'nqa qoldi. Hozir ko'rmadim, ko'ramayman. Benim apam Allah. Ali. Nasrani yig'ishtirib qo'ygan. Kundib safada uxlayolsam bo'lmaydi. Rasmsiz uyni sana bekor olib beray. Ha? Nima? Rasmsiz uyni? Mama? Oyning biga yaxshi. Kela, bunday qilamiz. Kela. Kela, voy deb. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik-da, ha? Chipadanga bog'la. Ey. Bana biz baksak sana nima öf? Av bir ama yaqin do'stim batdi. Shuni uy kuchab ekan. Sana dedim-ku. Aksat terib ketdim, bir narsa ko'tiribman. Ras. Bu yama tuqqundan kelib ketdi. Rahmat deydi. Hep ketdi balni. Balı ben xap qilib ketmaganda. Xap qilmaydigan ish bo'lamdi. Sizlarga rahmatjimo, lekin bugun bakjon ishimga yordam qilaman. Aras İli Esatning uydagi narsalarimni rasm so'zliq uyga olib chiqish bilanmi? Ayvoy, bo'ldiqlar, yerib ketganda adam. Rasmsiz uyga? Yaxshi bo'pti lekin. Shu qaramam o'ylashdim. Ali bilan bir kun shu balbek jarayonida qarasam bu munchak ichama bola emas-ku. Uning ustiga sendek bir og'aynisiga mushta bir ishni ma'qul bo'lib, sen yordam qildimi? Buni og'aydacha kerakliligini isbotlaydigina.
Şuna... İşte oldu. Demişsin biraz bugün bek. Çalışım yerden kulak. Biraz pulağım beni ütecime 500 kıyağını. Sakın deme. 2500 koy var. Ama balık karab bergen pulçu. Balık qarab bergan pul? Yo'q, bu muhim emas. Cübbiyatını taşlap ondan keyin kendini 3 saat taşlamamız. Daqıramaz siz yutuq qayıram. O yaxshi o'ynayoldim shunda. Yaman erta. Yurtimning manzaralari haqiqatan bak go'zal. Atrofdagi ritmlar shundaqmi yaqinliq. Har bir xil chiroy odamni maftun qiladi. Sen ablaca emasligine qara. Men bu ağlay emas. Mandaq tushsak biz cho'pon bo'lmaganligimi e'lon sal qamlashmamda. Hey, gap qilatma sana. Na. Nice APP'da hammamiz cho'pon. Rangdor turmush. Nice. Nice. Nasıl ne? Ben gözsüz naş diyeyim. Kozak duyamda onun gayı, maladi işge ma kuvvet manasla. Hey, sen bu kuvvet kitap yağatkan tamıqın qarab baqa, üstüdeki mayını gördün mü? Anadaki bunun terkibinde nurgun dar damallar bakara. Bunu yeyemezsen bağı, adam bedenik ziyallık degine. Şu an manda ozuqluq miqdarı mol bo'lgan, quvvetlik bo'lgan manda yaxshi narsani yap turishimiz kerak. Qanday narsa u go'shtimi quvvatli? Nima kashlarni? Bunun terkibida nurgun narsa bakar. Masalan, odamga yo degandek nurgun narsa bor bunun terkibida. Aşağı çıkmasın ki? Yok narsa yok mu bunun da? Ba? Nima? Bunun terkibida qara, temti tutkusu yok, çırpıştığın saklığı yok, anandaki hem de şeker yok. Şıkıp etken vakitte hem de ziyallık nesler yok. Nesler varsa ne yapan? Tencaçı yok. Benim bağda ama yok la. Ötütüp bakalım ne? Keyingi qismdagi ko'rinishlar. Sizin yardımınızdan öyle bir hafta etkiledim Cimo. Yerken tozma? Yerkette ben adette o ağlayanlarımdaki işlerimi öncelik tüketmeye. Ne işim var? Benim mesela bu ne yapar? Bu doktor Aras. Ali çakal bulma. Bulma diye.
yetmiyorsun. Bakamıyorsun. Ben biraz dur, ben açtırayım. Gayet bakalım. Umuza sahibenin bulay, ben bulay. Ne de bulsan ben yanındayım. Özüne tuğhanıydın bana, sen bana. Balığım pida durcan sana, sana. Yaşamayım ben senin süt işen, işen. Hatta bir minut bu ceyda. Oh, ha. Ben aşık boz camalından gülden gitmiyorsun. Aşık uycan gözlerimin nurları içmiyorsun. Bana bir vaddetlerine özüm bulay dahi. Filmimizni to'xtama-to'xtay undar London. Tuvandagi app detallardan yuqorqi salonlardan ham tuvandagi turbatlardan filmimizni qo'llab berayotgan, shundaqla tarqitib berayotgan barliq taratqularga ko'pdan ko'p tashakkur. Ajringlarga rahmat. Filmimizni har qaysi taratqular o'z oldiga taqasi bo'ldi. Pikaga